Ularning qizlarimiz, ayollarimiz, onalarimiz, ya'ni kim ojizalardir. Shayton ularning ustidan hukm chiqarish uchun 3 ta asosiy sababga ehtiyoji bor. Bularning hammasi ko'z o'ngimda bo'lardi. Birinchi holat. Oldimga yosh, erga tegmagan qiz kirib keldi, ammo u qizni shayton yaralab bo'lgandi. Boshqacha qilib aytganda, shayton unga hukmini o'tkazib bo'lgandi. Va shaytonga aloqaga chiqqanimda undan so'radim: "Bu qizga qanday qilib kirding? Bu holat qanday yuz berdi?" Shayton javob bergandiki, u qiz o'zini o'zi taklif qilgan. Ya'ni hojatga kirganida kiyimlarini yechib, oyna oldida o'z tanasini maqtagandek ko'ra boshlagan. Ikkinchi holat. Ayol yonimga kelib turib, uning ichiga jin kirib olganidan shikoyat qilgan edi. Eri har xil uslublar bilan davolashga harakat qilgan. Xuddi shunday holatda shaytondan so'raganimda shayton aytgandiki, u ayol ham o'zini o'zi taklif qilgan. Qayerda deganimda, madaniyat saroyida, katta bir zalda, ko'plab gunohlar bo'ladigan zalda, odamlar Allohga itoatsizlik qiladigan bir zalda, ayollar yarim yalang'och yuradigan, musiqa jarangi ostida odamlar o'ynayotgan bir holatda. Uchinchi holat. Bu bozorlar. Turli do'konlar, ko'p bema'ni suhbatlar makoni, bema'ni kulgular u telefonda gaplashishlar, arzimas, behuda narsalarni sotishlar va sotib olishlar, Allohning g'azabini keltiradigan joylar, shayton osonlik bilan ta'sir qiluvchi makonlardir. Aziz birodarlarim, yaxshilab o'ylab ko'rsak, biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bu narsalardan qanday himoyalanish to'g'risidagi ko'rsatmalarini ko'ramiz. Hojatxonani erkak va urg'ochi shaytonlar makon qilishadi. Ammo bu narsani aytibgina qolmay, ulardan qanday qilib himoyalanishni ham ko'rsatganlar. Ya'ni u yerga kirishdan oldin Allohni zikr qilishlik, bismillah deb hojatga kirishdan oldin Allohumma inni a'udhu bika minal xubuthi wal khaba'ithni aytish kerakligini, erkak va urg'ochi shaytonlarning yomonligiga qarshi Allohdan panoh so'rashlikni aytib o'tganlar.